Assalomu alaykum. Bugungi 24-iyun kuningiz nurli, barakali, xayrli bo'lsin. Bugun kechki payt soat 20:20 da Instagramda jonli efir olib boramiz. Jonli efir mavzusi ichki bolachani shifolash. Ichki bolachani hayotimizga qanday daxli borligi. Kim o'zi ichki bolacha? Bu bizni ichki shaxsiyatimizni bir qismlardan biri. Va hayot yo'limizni yangiliklarga ochish uchun javobgar qismimiz. Har bir o'zgarish hayotimizda bo'layotgan biznes bo'ladimi, yangi qadam bo'ladimi? Buni hammasi aynan shu qismimiz orqali his etishni va qabul qilishni boshlaymiz. Siz bugun juda ko'plab qiziqarli ma'lumotlar bilib olasiz ichki shaxsiyatingiz qismlari haqida. Ko'rishguncha.